kitobda ona deb yozilami? Shundan nima olgan nima deb yozilgan ekan? Aya to'g'ri to'g'riydi ya. Yuzimni yerga qaratadigan ish qilma maylima qizim. Aynalib keta sendan. Hamma tiriklikni qilgin. Ovqatlarni qilgin. Ular toza chiqishga. Aya nima aytib aytasiz? Mening to'yimni ko'rishingiz kerak. Ukamning nevaralaringiz bo'ladi hali. Kecha edik birga, yelkadosh edik. Hayot yo'llarida biz sirdosh edik. Bugun esa uying qabri ichra jim. Biz bir butun edik, yarim bo'p qoldik. Sening kulgularing qoldi havoda. Suratingga boqib ko'zda yoshim bor. Bevaqt xazon bo'lding foniy dunyoda. Seni eslab chekarman dardi ozor. Hali qiladigan ishlar ko'p edi. Orzular osmoning juda toq edi. Ajal chorlovini kutmagandik hech. Yurakka sanchilgan beomon oh edi. Jannat bog'larida bo'lsin joying do'st. Ruhim sening bilan, qalbim esa do'st. Qadringni bilmadik balki tiriklikda. Endi xotirangdir bizga eng aziz do'st.